O'zbekistonda oxirgi yillarda uy-joy narxining tez oshayotgani hisobiga pulini ushbu sektorga tikayotgan tayyor xonadonlarni ijaraga berib daromad olayotgan tadbirkorlar soni ko'paydi. Global miqyosda ham ko'chmas mulk eng daromadli bizneslardan biri hisoblanadi. Xususan, Zara kiyimlari brendi egasi Amancio Ortega dunyodagi eng yirik ko'chmas mulk investoridir. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkor 2001-yildan buyon 216 ta ko'chmas mulk obyekti uchun 24 milliard dollar sarflagan. Taqqoslash uchun bu Amazon asoschisi Jeff Bezosning Blue Origin kosmik startapiga kiritgan jami investitsiyalardan ham ko'proq. Faqat o'tgan yilning o'zida Ortega 10 ta shahar va 8 ta mamlakatdagi yangi bitimlar uchun 3 milliard dollardan ortiq pul ishlatgan. Joriy yilning 16-aprel holatiga ko'ra, Forbes ispan tadbirkorning boyligini 139,3 milliard dollarga hisoblayapti. U nashr tuzgan dunyoning eng boy odamlari ro'yxatida 13-o'rinni egallab turibdi. Xo'sh, siz ham ortiqcha pulingiz bo'lsa, uni ko'chmas mulkka tikkan bo'larmidingiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.